Agarda siz haligacha большой, tarelka, mi, vi deb aksentda gapirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Siz bilan Nadiya Mubinovna va Rus tili onlayn maktabi. Bugungi darsimizda biz rus tili alfavitini ko'rib chiqamiz. Undan so'ng rus tili to'g'ri talaffuz qilish qoidalarini ham birma-bir o'rganib chiqamiz. Va video oxirida aksentni yo'q qiladigan zo'r mashqlarni siz bilan ulashaman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Demak, darsimizni biz birinchi alfavitdan o'rganamiz, chunki aynan alfavitdagi harflar sizni qanday qilib so'zlarni talaffuz qilishini o'rgatadi. Boshladik. Rus tilida 33 ta harf bor. 33 ta harfning ichida qattiq harflar bor, yumshoq harflar bor, unli harflar bor va undosh harflar bor. Birinchi navbatda biz unli harflarni ko'rib chiqamiz. Demak, hozir men sizga unli harflarni ikkiga bo'lib chiqaman. Ahamiyat bering. A, O, U, U, E. Bu unli harflardan oldingi turgan undosh harflar qattiq talaffuz qilinadi. Lekin ye, yo, i, yu, ya mana bu harflarni men pastga ko'chirib chiqdim va bu yerda bitta mягкий znak bor. Bu harflardan oldingi undosh harflar esa yumshoqroq talaffuz qilinadi. Misollarni ko'rib chiqamiz. La, la. Demak, a harfi qattiq unli harf, ya harfi yumshoq unli harf. Shuning uchun la deb yumshoqroq aytyapmiz. Go'yoki l-dan keyin mягкий znak bordek. La. Lekin la ga kelganimizda esa biz qattiqroq talaffuz qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa ba, ba, ma, ma. Gap shundaki, o'zbek tilida bunday qoida yo'q. Bir misolni ko'rib chiqaylik. Tik, etik so'zi va rus tilida ti-ha so'zi. Bunda ham ti, bunda ham ti. Lekin o'zbek tilida etik t qattiq. Rus tilida esa tiha, chunki i bu yumshoq harf. Menimcha tushunarli. Rus tilida yana mягкий znak harfi bor. Mягкий znak harfdan oldin turgan undosh harf ham yumshoq aytilishi kerak. Misol uchun большой, большой, большой emas, большой. Odatda o'zbek tilida kam so'zini oladigan bo'lsak, ahamiyat bering. Kam k yumshoq bo'lib o'qilyapti. Lekin a rus tilida bu qattiq harf. Siz ka sha deyishingiz kerak. Ka sha emas. Chunki ka sha shunday yoziladi. Bizda esa rus tilida bunday so'z yo'q. Yoki tarelka. Ta relka. Tarelka so'zi o'zbek tilida ko'pchilik tarelka deydi. Chunki o'zbek tilida biz o'rganib qolganmiz. Misol uchun kam, kamola rus tilida esa unaqa emas. Biz ahamiyat berishimiz kerak. Qattiq unli harfmi yoki yumshoq unli harfmi? Mana sizga yumshoq unli harflarni va bitta mягкий znakni yozib qo'ydim. Bundan oldin turgan hamma harflar yumshoq aytilishi kerak. Mi, sha, mi, sha. Tushunarli? Rus tilida talaffuz qilishdan oldin biz yumshoq unli harfmi yoki qattiq unli harfmi shunga birinchi navbatda ahamiyat berishimiz kerak. Yumshoq harflarni siz uchun men ko'chirib qo'ydim. Aynan shu unli harflardan oldingi keladigan undosh harflar yumshoqroq aytiladi. Va siz buni eslab qolishingiz kerak, gapirganda esa qo'llashingiz kerak. Mягкий znakka alohida urg'u beramiz, chunki o'zbek tilida umuman mягкий znak yo'q. Shuning uchun normalna, большой degan xatolar paydo bo'ladi. Buni ham ustidan ishlashimiz kerak. Ko'pchilik shu mягкий znak chiqarishni bilmaydi. Men sizga hozir zo'r usulni aytaman. Misol uchun xuddi shu большой so'ziga keladigan bo'lsak, bu xato. Ko'p o'quvchilarim shu xatoni qilgani uchun men sizga bitta zo'r metod bilan ulashaman. Demak, tasavvur qiling, mягкий znak emas, i bor bu yerda. Biz i qo'yishni bilamiz. Большой, большой. Likoptik, большой. Va
l chiqqanidan so'ng большой emas, большой. O'zbek tilida chiroyli li ko'p deymizki, l harfi bo'lyapti. Rusda ham shuni biz o'rganishimiz kerak. Yoki xuddi shu normalna so'zi normalna. Normalna so'zida ham xuddi shunaqa l normalna emas, normalna. Tasavvur qiling, l dan keyin i harfi bor, normalino va talaffuzi chiqqanidan so'ng i olib tashlang, normalna. Demak, bu juda ham zo'r usul, chunki o'zbek tilida i dan oldingi xohlagan harfingiz yumshoq bo'lganligi uchun siz uchun bu juda ham oson. Buni eslab qolish. Demak, biz davom etamiz. Bu umumiy so'zlarni talaffuz qilishi, mana endi esa biz urg'u bilan ishlaymiz. Urg'u rus tilida juda ham katta rol o'ynaydi. Urg'u bu nima? Bu qaysidir so'zdagi qaysidir harfni cho'zibroq aytish. O'zbek tilida biz avtomatik tarzda gapiramiz, biz yoshligimizdan gapirganmiz, biz bilamiz, lekin rus tilida qanday bilaman, men qayerdan olaman bu urg'ularni desangiz, videoning oxirida men sizga qayerdan bu urg'uli kitobchalarni olishni tushuntirib beraman va sizga даже PDF formatini ham jo'nataman. Demak, urg'u tushmagan o harfi a ga o'zgarishi kerak. Misol uchun moloko deb yozamiz, lekin o'qiganda nimagadir moloko malakoga o'zgargan. Ahamiyat bering, moloko so'zida 3 ta o harfi bor, lekin malako faqat oxirgi o ga urg'u tushgan. Bu degani oldinda turgan 2 ta o a deb o'qilishi kerak. Shunda malako. Tushunaliga? Urg'u tushmagan o harfi a ga o'zgaradi rus tilida. Malako. Хорошо emas, хорошо. So'z yodlaganda birinchi talaffuzingizni zo'r qilaman deb so'zlarni yodlaganingizda albatta dialoglarni, matnlarni urg'u yozilgan kitoblardan boshlang. Urg'u yozilgan kitoblar bilan o'rgansangiz, siz birinchidan ko'zingiz o'rganadi, ikkinchidan 1-2 marta talaffuz qilganingizdan keyin hech qachon esingizdan chiqmaydi. Davom etamiz. Okno so'zi okno yoziladi, lekin udarение okno oxirgi o ga tushganligi uchun birinchi o a ga o'zgarishi kerak. Okno. A ga urg'u tushdi, o ga urg'u tushmadi. Shuning uchun voda emas, voda. Yana bir marotaba qaytaraman bu qoidani. Agarda o harfiga urg'u tushmasa, bu harf a deb talaffuz qilinishi kerak. Davom et. Ikkinchi urg'u qoidamiz bu y harfi i harfiga o'zgarishi. Agarda y harfiga urg'u tushmasa, biz uni i deb o'qishimiz kerak. Ko'pchilik qalaysan deganda qanday qilib siz talaffuz qilgan bo'lardingiz? Qani bir aytib ko'ringchi, albatta ovozingiz chiqarib. Agarda siz как dela degan bo'lsangiz, bu xato. Как dela. Как dela. Chunki dela deb yoziladi. Dila a ga urg'u tushdi, y ga urg'u tushmadi. Shuning uchun biz buni dila deb o'qishimiz kerak. Yoki sani ishlaring qalay bo'lsa, как у тебя dela, как у тебя emas, как у тебя. Y harfiga yana urg'u tushmadi. Shuning uchun biz i deb o'qiymiz. Bunaqa misollarimiz bizda ko'p. Misol uchun derevnya emas, direvnya, stena emas, stina va shu qoidaga ham siz ahamiyat berishingiz kerak. Keyingi qoidamiz bu chini. Chini yoziladi, faqat gapirganda esa shini deb o'qilishi kerak. Misol uchun конечно emas, конечно. Конечно. Nimaga men bu yerda конечно yozdim, lekin конечно o'qidim? Chunki ikkita o ga urg'u tushmayapti. Конечно. Keyingisi скучно emas, скучно. Скучно. Demak, chini bo'lsa, shini o'qiladi. Lekin har safar emas, bir xil so'zlar bor. Misol uchun точный, научный, bular точный va научный deb o'qilishi kerak. Keyingisi, buni menimcha hamma biladi. Что emas, что. Что ты делаешь? Hech qachon ruslar bunday demaydi. Даже o'zbek tilida ham juda ham ko'p ishlatiladigan so'z bo'lganligi uchun hech qachon hech kim что demaydi. Что deyishimiz kerak. Что, чтобы. Davom etamiz.
ch yoki ch sh deb o'qilishi kerak. Misol uchun считать sanamoq emas, считать sanamoq. Счет hisob emas, счет hisob. Buni eslab qolamiz. Mehki znak haqida sizga уже aytib o'tganman. Mehki znak umuman bir xilgi payt ma'nosini ham o'zgartirib qo'yadi. Shuning uchun kerak bo'lgan joyda biz harflarni yumshatishimiz kerak. Misol uchun brat, hamma biladi. Brat bu aka. Lekin men o'quvchilarimga brat fe'lini o'zgartirib bering desam, brat, qanday qilib brat bu fe'l? Bu aka-ku deyshadi. Yo'q deyman. Brat bu aka. Brat esa olmoq fe'li. Я беру, ты берешь deb o'zgaradi. Demak, mehki znak nafaqat so'zni mehki znak qiladi va balki bir xil payt ma'nosini ham o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun mehki znakka ham ahamiyat beramiz. Yana bitta qoida, bu yego, mana shu 3 ta harf. Yego. Hech qachon yego deb o'qilmaydi. Его deb o'qishimiz kerak. Его, uning. Твоего. Сегодня. Biz yozamiz yego, lekin o'qiganda yevo bo'lib ketadi. Mana bu asosiy talaffuz qoidalari. Endi siz menga aytishingiz mumkin, "O'bo, ustoz, shuncha qoidani qanday qilib eslab qolaman? Nima kerak endi? Osonroq yo'li bormi?" desangiz, albatta. Osonroq yo'li bu shadowing texnikasi. Shadowing texnikasi bu juda ham oson texnika. Shadowing orqali birinchidan siz talaffuzingizni to'g'rilaysiz. Ikkinchidan siz yangi so'zlarni o'rganasiz. Uchinchidan gapirishda uyalish muammosini siz yo'q qilasiz. Xo'p, shadowing 3 ta qadamdan iborat. Birinchi, xohlagan videoni olasiz. Film bo'ladimi yoki balki sizni sevimli qo'shig'ingiz bo'ladimi? Tinglaysiz, agarda subtitri bo'lsa, subtitrini o'qiysiz. Undan so'ng stop, pauzaga yozasiz. Va ikkinchi qadamda siz qaytarasiz. Qanaqadir 5 daqiqalik narsani qaytarish kerak emas. 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund. Misol uchun, ana qo'shiq. Alla Pugachovani qo'shig'i Million alых роз. Он тогда продал свой дом. Он тогда продал свой дом. Bu yerda продал emas, продал. Свой дом. Tushunabsiz? Bu yerda talaffuzingiz yaxshilanadi. Yoki qanaqadir video olishimiz mumkin, film yoki multfilm. Вроде нормально. Да вроде нормально. Да вроде нормально. Shadowing texnikasi bu juda ham oson texnika, sizga to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi, yangi so'zlarni o'rganishga yordam beradi va tezroq gapirishingizga yordam beradi. Chunki siz gapirishni boshlaysiz, gapirishda qo'rquvdan xalos bo'lasiz va tezroq rus tilida odamlar bilan gaplashishni boshlaysiz. Ustoz, meni vaqtim yo'q. Bitta stop qilib, bitta mul so'zlarni ko'chirib olib, agarda sizda ham xuddi shunaqa muammo bo'lsa, 30 tadan ortiq shadowing video aynan siz uchun tayyorladim. Bu videoni asl narxi 800 ming so'm, lekin bizning 2 oylik kursimizda o'qiydigan o'quvchilarimiz uchun mutlaqo bepul beriladi. Albatta, obunachilarimiz uchun chegirma ham bor. 30 ta videoda 30 ta har xil mavzu bor. Mening kunim, mening oilam. Siz birinchi tinglaysiz, yangi so'zlarni, yangi grammatikani o'rganasiz, qaytarasiz va 3-qadamda faqat subtitrlar bo'ladi. Faqat siz o'zingiz gapirasiz. Mana shunday qilib sizda aksent ham yo'qoladi, ham gapirishni ham o'rganasiz. Va'da berganimdek, urg'u bilan yozilgan dialoglar, matnlar, so'zlar shu kitobni sizga jo'nataman. Bu kitob PDF format, lekin plus tomoni shundaki, bu kitobdagi har bir dialogni va har bir matnni audio formati bor. O'ziga qulay vaqtda eshitasiz, qaytarasiz va rus tilida tezroq gapirishni boshlaysiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariy qoldiring va do'stingizga jo'natishni unutmang.